20 millionlik bir martalik o'yinimiz boshlandi. Homiylarimiz tomonidan shunaqa taklif tushdi. Elchonjonni kesgan go'shtlari 5 million 10 million prosmotr bo'lganligi sababli homiylarimiz barchalari yig'ilib 20 million pul ajratishdi. Faqatgina bir marta. Tushundingiz? Shoshilmasdan kesasiz. Kessiz 100 million prosmotr bo'ladi. 20 million sizga bo'ladi. Nima qilamiz pulni olib? Ha? Obog'izga berasizmi? Yaxshi bolam ketdi. 23 ta homiylar tomonidan ajratilgan pul Elchonjonga qarab ketadi. Yaxshi bemalol kesaverasiz. Asosiy homiylarimizdan biri Bek go'sht markazi Oltiariq faoliyatini olib boryapti va 6 xil go'shtlarni ham xalqqa yetkazib kelyapti. Xo'tos, tuya, qush, mol, qo'y, oq. Nomerlarni qoldiramiz va bog'lanib, bemalol Oltiariqqa borib eng yaxshi go'shtlar xarid qilsangiz bo'ladi. Shoshilmaymiz Elchonjon, bemalol 7 o'lchab bir kesamiz. 20 ni yutib olish oson emas. Bormi? Qashin. Nima deyapti? Yaxshi Elchonjon. Havoları chalg'itdi. To'xtang bolam. Homiylar tomonidan ajratilgan pul sizga tushunsa, homiylar 23 ta hammasiga telefon qilib rahmat aytadi tushunsa, meni chalg'itib qo'ydi to'g'rimi? Malades bolam, bir o'zlarida shuncha avtoras, sanga bolam. 23 ta